Assalomu alaykum. Instagram orqali bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, bugun mana 8-iyun sanasida Big Ben navli shoxdorlar pishib yetildi. Mana daraxtdan uzyapmiz, sotyapmiz. Hozirda buni narxi 25 ming so'm 1 kilogrammi. Mana hosillarni olib kelib bu tepa tomondan ko'rsatib qo'ysangiz, bir tub daraxtda 80-70 kilo hosil bor. Shoxdorni ham qarasangiz, mana bir o'rtacha 40 kilodan urgan taqdiringizda ham o'zlaringiz hisoblab olaveringlar. Shunaqa narsa bu. Daromadli narsa. Ko'paytiringlar ko'chatlarini, bor bizda sotib, bemalol bizdan sotib olishlaringiz mumkin. Boq qilishga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Instagram orqali bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, bugun mana 8-iyun sanasida Big Ben navli shoxdorlar pishib yetildi. Mana daraxtdan uzyapmiz, sotyapmiz. Hozirda buni narxi 25 ming so'm 1 kilogrammi. Mana hosillarni olib kelib bu tepa tomondan ko'rsatib qo'ysangiz, bir tub daraxtda 80-70 kilo hosil bor. Shoxdorni ham qarasangiz, mana bir o'rtacha 40 kilodan urgan taqdiringizda ham o'zlaringiz hisoblab olaveringlar. Shunaqa narsa bu. Daromadli narsa. Ko'paytiringlar ko'chatlarini, bor bizda sotib, bemalol bizdan sotib olishlaringiz mumkin. Boq qilishga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.